Bismillahirrahmanirrahim. Mana kommentariya yozayotganlar, kimlardir yaxshi yozyaptir. Rahmat ularga. Mana yomon yozayotganlarga aytadi so'zim, pretenziyalaringni meni keyingi prezidentga berasinlar. Shavkat Mirziyoyev degan. So'g'an siyininglar. Sol endi Karimni unutinglar, bo'ldi, yo'q, ketdi, onu ko'mib berdi. Onu kimni ko'mdi? Bomjni ko'mdimi, boshqa birovni ko'mdimi? Bilmaymiz. Onu o'lganida bilmadik. Birozdan keyin aytdi, ana qizi aytdi, mana semyamiz tudasuda, hurmat qilinglar, o'lib qoldi tudasuda dedi. So'dan keyin bildik. Bo'lmasa bilmaydi ekanmiz ondaylarni o'lgan. Bu diktatordan o'lganini hech kim bilmaydi, aytmaydi. Aytsa bo'lmaydi, mana aytsa, mana kommentariya yozayotganlar o'lib qoladi. Jilab tutib qoladi. So'ng Karimning orqasini yozayotirmi deb o'ylayaptir ular. Va onda Karimlar ko'p, misol Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev 1 yil 2 yildan keyin ani Karimni aytaversanglar, bo'lmaydi, tushuninglar. Senlarning hayotlaring sonda. Agar mana Shavkat Mirziyoyevning jasavotgan prezident bo'lgandan keyin Karimni qaytadan zashat qilaversanglar bo'lmaydi. Unutinglar endi uni. Bo'ldi. U bir bo'lmaydigan odam edi, kafir edi. Endi uni o'rniga boshqa bir kafir kelyaptir. Menimcha, sababi ana janoza o'qigandan bilinib turibdi. Ana muftiylaringda sonday. Ana endi mana Shavkat Mirziyoyevning ne qildilar endi? Karimni mana aytganimga kommentariya yozib, o'zlarini ana risovasi qilmanglar. Men telefonimni qilasdan videoni aslida atim yozilgan. Kommentariya yozinglar. Telefonlarimda yozinglar shu yerga. Men zvont qilaman. Bo'lmasa internetdan atimni neqsanglar, bari chiqadi kommentariyasida keladi menga. Tindag'anlaringiz uchun rahmat. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.